Umr Lochiniy studiyasi namoyish etadi. Xalq va qonun vatan uchun bir yoqadan bosh chiqarib, odilona softil xizmat qilgan holda softil bir kuch bo'laylik. Yo'qolsin poraxo'r tegishli amaldorlar, tegishli shifokorlar, tegishli o'rin xodimlari va ularga xizmat qilib daromad qilayotgan tegishli fuqarolar, qonunga bepisand bo'layotgan tegishli yuqoridagilar. Allohdan qo'rqinglar va joyida bo'shatinglar. Xalq va qonun vatan uchun sizlarni bu xizmatlaringiz softil xizmat emas. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xayrli kun. Hammaga alangali salom. Bugun 9-aprel 4-oy 2025-yil. Soat 15:50. Hammalaringizga omad baxt tilab, O'zbekiston Respublikasida omadli, baxtli bo'lib yashashlaringizga doim chin dildan tilakdoshman. Chin dildan tilayman. Doim omadli, baxtli bo'lib yurganlaringizni bilayman. Chunki yuqorida juda ko'p tegishli amaldorlar, tegishli o'rin xodimlar, tegishli shifokorlar, hattoki ba'zi bir tegishli fuqarolar qonunga, shariatga, vijdonga, mantiqqa zid ravishda harakatlanib, inson huquqlari va inson hurmati va sog'lig'iga bepisandlik darajasida ruschasiga ketganda nagli Qonunga, inson huquqlariga bepisandlik rivojlanish ila davomiy bo'lishi ortib bormoqda. Murojaatlar, arizalar to'g'ri hal qilinmasdan oldinlar noto'g'ri javob xati berardi, adolatsiz haqiqat yashirilgan javob xatlar berardi. Endi umuman javob xati ham berilmay, hamma o'z bilgan ishlarini qilyapti. Qonunlar bir chetda qolib ketmoqda. umuman borku O'zbekiston Respublikasida yaxshi kunlar bo'lmayapti. Aynan huquqiy masala bo'yicha, nohaqlik masalasi bo'yicha boshqa moliyaviy, oilaviy, dunyoviy ishlar o'z yo'liga. Aynan huquqiy masala, inson huquqlari va ularga nisbatan bo'layotgan nohaqliklar, adolatsiz ishlar avjida. Judayam avjida. Rahmatli prezidentimiz Islom Karimov davrida bunchalik darajada emas edi. Negadir hozirgi davrda Yurtboshi Shavkat Mirziyoyev, Miromonovich davrida tegishli amaldorlar haddidan oshib ketyapti. Judayam. Buni men aql tushunmaganim uchun yurtboshimizga hech narsa deya olmayman. Lekin xabari borligini bilaman. Yurtimiz obod, qalbimiz pok bo'lsin, mehr oqibatli bo'laylik, vatan bizniki. Tartib qoida buzilmasin, hiyla, nayrang tuzilmasin, xalq va qonun vatan uchun yerdan oyoq uzilmasin. Yurtimiz obod, qalbimiz pok bo'lsin, mehr oqibatli bo'laylik, vatan bizniki. Bekorga aytmayapman. Ey nohaqlik qiluvchilar, yurtimizdagilar, tegishli yuqoridagilar va ularga xizmat qiluvchi ba'zi bir fuqarolar. Allohdan qo'rqinglar. Qilmish qidirmish, yaxshilikdan yomonlikdan qaytishi bor. Jinoyat jazosi qolmagay. Fuqarolarni xo'rlab, baraka topgan deb o'ylaysizlarmi? O'zlaringiz borsiz hayotda, bolalaringiz bor, avlodingiz bor. Qolaversa oxiratda Alloh bor, hammamiz kutib turgan. Kim kimga qilgan nohaqligi uchun savobini berishga tayyor tursin. Meni xo'rlaganlar esa esdan chiqarmang. Alloh bizni yuzlashtiradi. Ana shunda nima qilasizlar? Sizlarga kelsak, adolatli vatandoshlarim, yuqoridagi tegishli adolatli o'rin xodimlari, tegishli shifokorlar, tegishli mansabdor shaxslar, tegishli fuqarolar, sizlarni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Alloh qiyomatda hammamizni jannatga qilsin. Inshaalloh, amin. E'tiborlar uchun rahmat. So'zlarimni doim mana shunday aytishga endi
qaysidir ma'noda qo'pol aytganda majburman, qaysidir ma'noda yengil aytganda sizlarga yetkazmoqdaman, xabar bermoqdaman. Ruhan sog'lom topilgan odam, avvaliga davlat organ xodimi bo'lib ishlagan odam, undan keyin gazeta kitoblarga she'rlari chiqib, maqolalar chiqib yurgan, kitobga chiqqan odam, qonunda haligacha to'g'ri tushunib, o'z huquqini to'g'ri talab qilib, birovni urmay, birovni so'kmay, tegishli amaldorlar tomonidan har qanaqa hujumlarga uchrayotgan inson qanday qilib ruhiy kasal bo'lishi mumkin? Yo, men noto'g'ri gapiryapmanmi? Ey tegishli adolatsiz yuqoridagilar, Allohdan qo'rqinglar. Hali sizlarga Allohni chorasi bor. Alloh sizlarga insof bersin. Siz adolatli, tegishli vatandoshlarni esa yana aytaman, Alloh uchun yaxshi ko'raman. Xalq va qonun vatan uchun sofdil, odilona xizmat qilgan holda bir kuch bo'laylik. Jahlni emas, aql va vijdonni ishlat, qonunlarni buzmagan holda. Albatta, ko'p narsaga e'tibor bersang, ko'p narsalarga guvoh bo'lasan. Ushbu so'zlarni hammasini Allohning karomati ila olib yozganman qog'ozga. Va hali mana tilimda ham, dilimda ham aytib kelyapman hammaga yaxshi ma'noda. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'lingizlar. Kunlaringiz xayr barakatli bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.